Business 24/7 ilovasida hisob raqam ochish uchun OneID dan ruxsat berish video yo'riqnomasi. Birinchi navbatda id.yegov.uz saytiga kiramiz. Tizimga kirish uchun YERI, ya'ni elektron raqamli imzodan foydalanamiz. Kalitingizni tanlang va parolingizni kiriting. Shaxsiy kabinetga kirgach, chap tomondagi menyudan ma'lumotlarni boshqarish bo'limiga o'tamiz. Bu yerda bizga ma'lumotlarimizdan foydalanish kerak bo'lgan tashkilotlar ro'yxati ko'rinadi. Ro'yxatdan Biznes rivojlantirish bankini topamiz. Agar u birinchi sahifada bo'lmasa, pastdagi raqamlar orqali keyingi sahifaga o'tib qidirishingiz mumkin. Biznes rivojlantirish bankini topgach, logotip ustiga bosamiz. Ekraningizda foydalanuvchi kelishuvi chiqadi. Bu yerda bank qaysi ma'lumotlaringizni ko'ra olishi ko'rsatilgan. Tanishib chiqqach, pastdagi katakka belgi qo'yamiz va xizmatni faollashtirish tugmasini bosamiz. Xuddi shu amalni davlat soliq xizmati uchun ham takrorlashimiz kerak. Ya'ni ma'lumotlarni boshqarish bo'limiga qaytib, davlat soliq xizmatini topamiz. Logotip ustiga bosib, kelishuvga rozilik beramiz va yana xizmatni faollashtirish tugmasi orqali ruxsatni tasdiqlaymiz. So'nggi qadam elektron raqamli kalitni OneID tizimida tasdiqlash. Buning uchun profilimizdagi sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Tasdiqlash metodlari ichidan YERI metodini tanlab, kalitimizni tizimga bog'lab qo'yamiz. Bu juda muhim. Bo'ldi. Endi bemalol Business 24/7 ilovasiga qaytib, hisob raqami ochishni davom ettirishingiz mumkin.